Assalamu alaykum, chetda turayotgan barliq qarindoshlarim. Ishbaraydan sizlarga o'tliq salom. Men shu kichik video bilan Salih Xudoyor qarindishimizning 6-noyabr Amerika parlamentini oldida o'tkazmoqchi bo'lgan namoyishni desteklayman. Facebookda, WhatsAppda videolar kelyapti. Bizning ishimizdagi yoki bizdan cho'ng adashlarning singillarning bizdan kichik bo'lishi mumkin. Singillarning adashlarning chiqib qizlarning mecburlab tehdit selib Xitoylarga yodlanayotganligi bizga bilinyapti. Shu ko'nglimiz shunchalik yerim. O'sha vaqtda ayollar safga atlandi, qizlar safga atlanyapti. Erlar o'g'allar yana o'tiryapti. Saqlab. Nimani saqlayapsizlar? Biz Uyg'ur turib, Uyg'ur bo'lishimizdan cho'qim birliklashib bir ish qilishimiz kerak. Bu namoyish shunchalik yaxshi. Yaxshi bizni qanday yaxshi desanglar, bizning o'zimizning ovozimizni chet elliklarga anglashimiz kerak. Biz hozir Urumchida yoki vatanda ish qanday so'z chiqmayapti. Biz bilamiz nima ish qilish uchun. Shuningga chet elda turib, Uyg'ur sifatimiz bilan cho'qim chet elliklarga anglatishimiz kerak. Düşmendim bu el aman, çıktı can hem artıkan. Düşmendim bu el aman, yaşlısın hem ölmüşsün.